Ta'lim uchun yaratilayotgan zamonaviy sharoitlar yoshlarning puxta bilim olishi, kasbiy salohiyatini oshirishi va kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Qarshi shahridagi Iqtisodiyot va pedagogika universitetining yangi zamonaviy binosi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Yangi maskan talabalarga ta'lim olish uchun barcha zarur sharoitlarni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Istiqlolimizning 35 yilligiga munosib tuhfa Qarshi shahrida Iqtisodiyot va pedagogika universitetining yangi zamonaviy binosi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Maydoni 10 gektarni tashkil etgan inshoot loyihasining umumiy qiymati qariyb 400 milliard so'mni tashkil etib, endilikda bir smenaning o'zida 10 ming nafardan ortiq talaba zamonaviy talablar asosida ta'lim olish imkoniga ega bo'lishdi. Iqtisodiyot va pedagogika universitetimizni yangi binosi foydalanishga topshirildi. Insonni ishchanlik kayfiyatini, ijodiy faoliyatini yanada oshirishga xizmat qiladigan bir chiroyli go'sha bo'ldi bu. Demak, bizda 30 dan ortiq bakalavriat yo'nalishlari bor, 3 ta fakultet bor va 5 ta mutaxassislikda magistratura mutaxassisliklari bor. Inshootda talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga xizmat qiluvchi keng infratuzilma yaratilgan bo'lib, jumladan 800 o'rinli faollar zali, ochiq va yopiq sport maydonchalari, axborot resurs markazi, 1250 o'rinli talabalar turar joylari tashkil etildi. Kitob fondimiz bugungi kunga qadar 60 mingga yaqin. Bir vaqtni o'zida statsionar kutubxonamizda bemalol o'tirib foydalanadigan 150-160 talabaga mo'ljallangan o'rindiq mavjud. Ayni paytda universitetda 24 ming nafar talaba tahsil olib, ularga 400 nafarga yaqin professor o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Kelgusida universitet qoshida 200 o'rinli klinika, 500 o'rinli xususiy maktab va bolalar bog'chasi tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Maqsad zamonaviy ta'lim muhitini yaratish, bilimli yoshlarni tarbiyalash orqali mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishdir.